Biz 65 dan oshiq fabrikani avtomatlashtirdik. Eng katta muammo bu ishlab chiqarish jarayonlari shaffof emas. Omborda esa pullar muzlab yotibdi. Har bir korxonada jarayon shaffof bo'lmasa, eng ko'p zarar aynan mana shu yerda bo'ladi. Fabrikada qaysi potok unumli ishlayapti, qaysi biri sust ishlayapti, kunlik rejaga haqiqatda erishilyaptimi? Rahbar bilmaydi. Ombordachi, aksariyat fabrikalarda ombor qorong'u xonaga o'xshaydi. Qancha xomashyo bor, qaysi partiya qaysi buyurtmaga ketgan, qaysi materiallar tugayapti, hech kim aniq ayta olmaydi. Biz Apoint o'rnatgan fabrikalarda har doim bir xil holatni ko'rdik. Ortiqcha xomashyo 15-30% ga kamayadi. Omborda muzlab qolgan pul qayta aylanishga kiradi. Jarayon shaffoflashadi. Rahbar har sekundda real vaqt natijani ko'radi va eng muhimi oyiga 80-100 million so'm tejaladi. Bu mo'jiza emas, jarayonlarning avtomatlashtirilishi. Bu jarayonlar sizda ham bormi? Xavotir olmang, albatta yechim bor. Izohlarda plyus belgisini qoldiring yoki pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. Biz sizning omboringizni muzlab yotgan pullarni bezak emas, kapitalga aylantiramiz. Apoint ishlab chiqarishni shaffof qiladi, pul oqimini nazorat qiladi.